hojatxonada telefonda gaplashadiganlar. O'zim guvohiman. Kecha mana Andijon tarafga ketayotib bir metanga to'xtadik. Endi bandachilik o'sha metandan kirib bir to'g'ratni yangilagan bo'lib, o'sha yerda ko'rdim. Tashqaridan gapirib keldi bir aka, hojatxonaga kirib sharaq shuruq eshik yopildi, ichkarida o'sha yerda ancha xalq bor edi-da telefon. Tika turib bavul qilyapti. Men bari to'g'rat olyapman, tika turib bavul qilyapti. Haligi hojatxonada o'tirib, ama aqlli inson ekan bitta vaqtda ikkita ish qildi-da. Ishonasizmi? Hojatxonaga kirib olgan, telefonda o'sha tashqarida qanday gaplashayotgan bo'lsa, bemalolda sal xijolat bo'lish ham yo'q-da. Azizlar, g'usul qilayotgan inson ham, hojatxonaga kirgan inson ham gapirmaydi. Cho'milyatib ham gapirmaydi. Qazoyi hojat. Agar kim hammomida gapirsa, hojatxonasida gapirsa, farishtalar kelib uni haqqiga la'nat aytadi. Farishtalarning la'natsizligi bo'ladi.